poytaxtni Buxoro shahriga aylantirib, uni fan va madaniyat markaziga aylantirgan. 9-asrda yashagan buyuk davlat arbobi buxorolik Ismoil Somoniy aslida kim bo'lgan? Qadim Buxoro osmoni ostida bir sirli imorat bor. U oddiy bino emas, u tarixning yuragi. Rivoyat qilishlaricha, uni qurgan ustalar har bir g'ishtini duo bilan qo'ygan. Shuning uchun ham asrlar o'tsa-da u qulamaydi. Bu yerda buyuk hukmdor Ismoil Somoniy mangu uyquda. Shamol g'ishtlar orasidan o'tganda shivirlagan ohang go'yo tarix shunday deydi. Ilm bilan yashagan xalq abadiy yashaydi. Somoniylar maqbarasi bu shunchaki yodgorlik emas, bu Buxoroning faxri. Bu o'tmishning tirik nafasi. Afsonalarga ko'ra, Ismoil Somoniy kechalari oddiy kiyimda xalq orasida chiqib odamlarning dardini eshitar ekan. Bir kambag'al cholning so'zi uni shunday o'ylashga majbur qilgan. Podshomiz adolatli, lekin bizning mahallamizga hali yetib kelmadi. Ertasi kuni Ismoil Somoniy amaldorlarni chaqirib xalq muammosini hal qilgan. Shu paytdan keyin u shunday degan ekan: agar xalqning dardi menga yetib kelmasa, men haqiqiy podsho emasman.